Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 15-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda ta'kidlangan fe'l va ta'kidlanmagan fe'l haqida to'xtaldik. Biz bugun sarf ilmining asosiy qismining ikkinchi turi bo'lgan mu'arab ism bobiga kiramiz. Mu'arab ism bobiga kiramiz. Biz sarf ilmi darsimizni boshlashdan ilgari sarf ilminingki mutasarrif fe'l va mu'arab ism haqida to'xtalganligi haqida so'zga edik. Biz mutasarrif fe'lni o'rganib bo'ldik. Endi biz mu'arab ism haqida so'zlaymiz. Al-ismul mutamakkin. Mutamakkin ism degan nima deganda bu mu'arab ism. Ya'ni omillarning kirishi bilan oxirisi xilma-xil bo'ladigan ism mutamakkin ism bo'ladi. Endi bu mutamakkin ismning turiga tava bo'lgan, ya'ni shuningki astiga kiradigan ismning turlari bilan tunishib chiqamiz. Birinchidan mujarrad ism va mazid ism. Biz mujarrad va mazid deganni fe'lning babida tushungan. Ya'ni harflari asli bo'lgani mujarrad, asli harflarga 1 yoki 2 harf yoki 3 harf ortiq bo'lib qolgan bo'lsa, bu mazid bo'ladi degan. Ismdagi tunishtirishimi shunga o'xshash. Endi biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-babu thani, ikkinchi bab. Ya'ni sarf kitobimizning ikkinchi babi fil ism va fihi iddat taqasim. Ism to'g'risida unda bir qancha taqsimotlar bor. At-taqsimul awwal lil ism. Ismning birinchi taqsimoti. Yanqasimul ism ila mujarrad va mazid. Ism mujarrad va mazid deb ikki turga bo'linadi. Mujarrad degan nimitda harflarning hammasining bo'lgani asli bo'lgani. Masalan, rajulun desam, bu rajulun degan so'zdagi ra harfi, jim harfi, lam harfi uchalasi asli harf. Uchalasi asli. Qanda harflar asli bo'ldi deganda, uning ko'plik holati, ikkilik holatlarida tushib ketmagan harflarning bo'ladi, tushib qolmagan harflar asli harf bo'ladi. Masalan, rajulun deki ra, jim, lam bu har qanday ahvolda qanday qilmaydi, tushib qolmaydi. Shuning uchun bu asli harf bo'ladi. Ikkinchisi nima? Mazid. Mazid degan nima deganda, shunday asli harflarga o'zining asli harfiga bir qancha harf qanday bo'lib qolgani ortiq qurib bo'lib qolgani. Masalan, istig'for desam bu masdar. Masdarga ismga tabi. Shundaqmi? Bunda istig'forning asli harflari qaysi? G'ufrun. Shundaqmi? G'ufrun. Mushu g'ufrun g'a, fa, ra degan asli harfga alif, sin, ta 3 dona harf qanday bo'lib qolgan? Ortiq bo'lib qolgan. Shuningga o'xshash. Deydi al-ismul mujarrad. Mujarrad ism deganimiz ma kanat ahrufuhu kulluha asliyya. Harflarning hammasi asli bo'lgan. Masalan, rajulun deganga o'xshagan. Al-ismul mazid fi, ya'ni uningga ortiq bo'lib qolgan ism deganimiz mazida ala harf ahrufihi harfun aw akthar. Uning asli harflariga bir yoki undan ko'proq harflar ortiq bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Ism mazid bo'ladi. Masalan, istig'for, istikhroj deganga o'xshash. Endi xuddi fe'ldagi o'xshash, bumi mujarrad, 3 harflik mujarrad, 4 harflik mujarrad va 5 harflik mujarrad deb ayrildi. Fe'lda 5 harflik deb yo'q, ya'ni 3 harflik, 4 harflik. Ammo ismda 3 harflik, 4 harflik, 5 harflik mujarrad deb bo'linadi. Unda bo'lsa buning o'lchamlari qaysi deganda oldi bilan 3 harflik mujarradning o'lchamlari. 3 harflik ismlarning o'lchamlari qanday bo'ldi deganda, ittifoq kelgan arab tilida bu o'lchammi, o'lchamasmi deb ixtiloflashmagan, hamma olim birlik e'tirof qilgan ittifoq kelgan 10 dona o'lcham bor. Deydi, fawzanu thulathiyul muttafaq alayha 10. Buni ittifoq kelgan sulasining o'lchamlari 10. Birinchisi fa'lun, xuddi sahmun, sahlun deganga o'xshash. Demak, fa'lun, ya'ni o'tturdagi harf sukun kelgan mush qilib fa'lun degan o'lchamga tushadigan har qanday qism mushu o'lchamda o'lchanadi. Fa'lun, sahlun, sa'bun, sahmun deganga o'xshash. Ikkinchisi fa'alun, qamarun, batalun deganga o'xshash. Uchinchisi fa'ilun, xuddi katifun, hadirun deganga o'xshagan. Katifun, hadirun bu ikki ismmi fa'ilun o'lchamida. Uchinchisi fa'ulun, adudun, yaqudun deganga o'xshash.
Bu isim qaysi o'lchamda? Fa'ulun o'lchamida. Beshinchisi fi'lun, himlun, niksun deganga o'xshash. Oltinchisi fi'alun, aynabun, ziyamun deganga o'xshagan. Yani ziyam degan mutafarriq degan gap, parcha-parcha. Aynab degancha uzum. Qolgan ma'nosini buni bilasizlar. Fi'ilun, yani ayni qanday o'qilgan? Zir o'qilgan. Fi'ilun, yani ibilun. Qolgan ibilun. Ibilun fi'ilun o'lchamda deymiz. Va bilizun, bilizun. Bu bilizun degan gap cho'ng, daxm, ya'ni giganat cho'ng degan gap. Fu'lun, fu'lun, xuddi quflun, hullun deganga o'xshash. Fu'alun, suradun, hutamun deganga o'xshash. Fu'ulun, unuqun, bu yangadan, bu yan degan gap. Suruhun, ya'ni tez degan gaplar, ya'ni tez. Mana bu 10 dona o'lcham olimlar qanday qilmagan, ixtiloflashmagan birdek e'tirof qiladigan 3 harflik ismlarningki o'lchamlari. Hamda o'lchamlar ichida bu ixtiloflashmagan ittifoq kelgan o'lcham deganimiz qaraganda bu yerda ixtiloflashgan o'lcham bormi deganda bir dona o'lcham bor. U qaysi deganda fi'ulun va fu'ilun. Ikki o'lchamda ahmal as-sarfiyun, fi'ilun va fu'ilun deydi. Ko'pincha sarfiyun, sarfshunos olimlar, morfologiyachi olimlar fi'ulun va fu'ilun degan bu ikki o'lchamni e'tirof qilmaydi yoki bunga sal qarab buni qo'shmaydi. Nima uchun? Li su'ubatil intiqal min ad-damm ila al-kasr aw bil aks. Qana buni o'qimoq tas. Fi'ulun zirdan tashga o'rilmak tas. Fu'ilun da tashni zirga bevosita o'rilmak uchun tas. Deydi li su'ubatil intiqal min ad-damm ila al-kasr. Tashdan zirga yetkilishning tas bo'lganligi yoki aksicha. Ya'ni zirdan tashga yetkilishning uchun tas bo'lganligi uchun uning tilga ig'ir bo'lganligi uchun. Til ig'ir bo'lganligi uchun bu ikkisini o'lcham emas. Debchi e'tirof qilmaydi. Ba'zi bir oz miqdorda mush o'lchamda keladigan bu ismlar bor. Mana bu sulasi mujarrad ismning nimalari o'lchamlari. Endi rubai mujarrad o'lchamlari chu deganda awzanul ismur rubaiyul mujarradul muttafaq alayha 5. Ittifoq kelgan, ya'ni ixtiloflashmaydigan birdek e'tirof qilgan mujarrad 4 harflik ismning o'lchamlari birinchisi fa'lalun, ja'farun deganga o'xshagan. Ja'farun. Fi'lilun, zibrijun, fu'lulun, burthunun, fi'allun, qimatrun. Qaranglar, ammo fi'allun da asli fi'allun lam deshkisi va bir ikki qilib idg'am qildi, xuddi qimatrun. Endi bu yerda ta ayrim harf bo'lg'achqa, o'xshamag'achqa buni idg'am qilmaymiz, ammo o'lchami fi'allun qimatrun shu o'lchamda. Hozir men idg'am qilgan holatda xuddi tushmaydigandek bilinadi, ammo idg'amni yesak tushadi. Qimatrun degan kitob soldigan qacha yoki xo'jullarni ko'rsatdi, kitob soldigan narsani ko'rsatdi. Beshinchisi fi'lalun, xuddi dirhamun deganga o'xshagan. Dirhamun. Demak, mush o'lchamga soldigan 4 harflik bir ism bo'lib qolsa, mush o'lchamga solsaq bo'ladi. Mush o'lchamdan biriga solsaq bo'ladi. Hamda buni bir ba'zi sarfiyullar so'zlaydigan, ba'zi sarfiyullar so'zlamaydigan bir o'lchami u qaysi deganda, masalan, akhfash ziyoda qildi. Fu'lalun degan bu so'zni ziyoda qildi. Fu'lalun degan bu o'lchamni bu 4 harflik ismning o'lchamlari qatorida sanadi. Xuddi buning o'lchamidimi nayt az ismlar kelib qoldi. Masalan, juhdabun deganga o'xshaydi. Va awzanul khumasi 4. Endi 5 harflik ismning o'lchamlari qaysi deganda 5 harflik ismning o'lchamlari birinchi fa'allalun. Fa'allalun. Bu 3 dona lamba. Buni idg'amda yashgan vaqtimizda undan keyin buni o'lchami tushganligini texnikdan bilalaymiz. Biz safar jalun o'lchimida deymiz. Fa'allalun. Safar jalun. Fa'allalun. Fa'allalun. Safar jalun. Fa'lalilun. Jahmarishun. Fi'lallun. Qirta'abun. Bunimi qirta'abun. Fi'lallun idg'am yesak fi'lalun bo'ladi bunlar. Bir ikki qilib idg'am qildik. Xuddi qirta'abun deganga o'xshash. Fi'lalun. Fu'allilun. Quzamilun.
Mana bu 5 harflik ismning nimalari o'lchamlari. Hamda tanbih anna al-ism al-mutamakkin la taqil huruf al-asliya an 3. Hamda deb qo'ygan qoida shu ismning harflari 3 harfdan kam bo'lmaydi. 3 harfdan kam ism arab tilida bo'lmaydi. Deydi, anna al-ism al-mutamakkin yani mu'rab ism la taqil huruf al-asliya an 3. Uning asli harflari 3 dan az bo'lmaydi. Am 3 dan az bo'lib qolsa qanday qilib bag'o az ismlar abun desak, abun, axon, damun, yadun deganga o'xshagan 3 harfdan az ismlar bag'o desa illa iza dakhalahu al-hazf. Faqat uningga hazb tashlash kirib qolgan bo'lsa bo'ladi, ya'ni u tashlanib ketgan bo'lsa bo'ladi, asli ba, keyin qo'llanishda tashlangan bo'lsa bo'ladi, ammo shu so'z paydo bo'lgandan tortib 2 harf bo'lgan ism yo'q harf bo'ladi. Abun, masalan, buningda tashlangan, nima tashlangan? Vo tashlangan, abavun. Shunga abavun shundaqo, axun, axavun. Demak, cho'qim yadun, damun buningda oxirida harf qanday qilingan? Tashlangan. Hamda yana bir deb qo'ydigan gap fiil sulasi rubai deb bo'lindi, shundaqo. Sulasi mazid uningga ya bir harf ortiq qilingan yoki 2 harf yoki 3 harf. Eng ko'p bo'lganda qancha harf? 3 harf. O'zining 3 harfi ortiq qilingan 3 harf jami qancha harf bo'ldi? 6 harf. Rubaicho ya bir harf ortiq qildi yoki 2 harf ortiq qildi. Undan ortiq qolmaydi. 2 harf ortiq qolsa jami qancha harf bo'ladi? 6 harf. Demak, mayli qaysi xil holatda bo'lsin, fe'l 6 harfdan ortiq bo'lmaydi. Ammo ism-cho desa, ism 7 harfdan ortiq qolmaydi. Eng ko'pi 7 harf bo'ladi. Endi biz sulasi mujarradning boblaridan tunishib bo'ldik. Rubai mujarradning boblaridan tunishib bo'ldik. Xumasi mujarradning boblaridan tunishib bo'ldik. Buning mazidlari shu. Sulasi mazidning, rubai mazidning, xumasi mazidning cho'si bunday ko'p. Biz buni sanab olmaymiz. Nayt ko'p. Balki 300 ga 300 nechaga yetadi deydi bu sarf olimlari. Deydi ammal mazid fi, amma uningdagi mazid, mayli sulasi olsun, mayli rubai olsun, uningdagi mazid fa awzanuhu kathira. Uning vaznlari, o'lchamlari ko'p. Wa bil jumla fa awzanul mazid fihi tablughu 308. Umumiy qilib aytgan vaqtimizda, wa bil jumla degan gap, umumiy qilib aytgan vaqtimizda uningdagi mazid 308 ga yetadi. Ala ma naqalahu Sibawayh. Sibawayh naql qilgan gapga asosan. Va zada ba'dhum alayha. Ba'zilar uningga ortiq qildi. Qani 80 ni ortiq qilgan. Demak 388 ga borgan. Ma'a du'fi fi ba'daha ba'zining ojiz bo'lishidan birga va la tajawazu bi ziyadati 7 ahruf. Hamda ism 7 harfdan ortiq bo'lmaydi. Kama anna al-fi'la la yatajawazu bi ziyadati 6. Xuddi fe'l 6 harfdan ortiq bo'lmaganidek, ism 7 harfdan ortiq bo'lmaydi. Fal ismu thulathi al-usul al-mazid. Masalan, endi sulasi mazidning isbotlarini so'zimiz ko'plar. Endi bu qanday ism bo'lganda bu sulasi mazid deb o'ylab qolmaslik uchun fal ismu thulathi al-usul al-mazid fi asli 3 harflik uning ortiq qolgan, ya'ni sulasi mazid ism, masalan, masjidun. Masjidda nima ortiq qolgan? Mim ortiq qolgan. Buningdagi asli harf qaysi? Sin, jim, dal. Sa'idun. Sa'idun desa qancha harf ortiq qolgan? Sa'idun desak buningda ya ortiq qolgan bir harf. Manazilun, mafatihun, istikhrajun. Manazilda mimdan birisi, alifdan birisi ortiq qolgan. Buniki nun, za, lam asli harf. Mafatih asli harf fataha. 3 harf asli qolgan ortiq. İstihraj, kharajim, mush asli qog'nimi ortiq. Mana shunday bo'ladi. Al-ism ar-rubai al-usul al-mazid fi, endi rubai mazid masalan qanday bo'ldi deganda, xuddi mudahrijun, asli dahraja. Buni memdan birisini bo'lgan ortiq bo'lgan. Za'faron, za'faron. Bunda alif bilan nun ortiq bo'lgan, za, ayn, fa, ra asli harfi. Ankabut, ankabut. Bunun qaysi harf ortiq bo'lgan? Bu ortiq bo'lgan ko'p ehtimolda. Beshinchisi val ismul xumasi al-usul al-mazid fi. Endi 5 harflik uning ortiq qolgan qaysi? Zanjabil, asli zanjabil.
ya ortiq. Salsabil, indalib deganga o'xshagan. Indalib mana shuningga o'xshagan deymiz. Unda bo'lsa arkadaşlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Buning oxirida ko'nikma berilgan. Bu ko'nikma sizlar ishlaysizlar. Bayin ismul mujarrad val ismul mazid fihi fi ma yali. Tuandagi ism mujarrad va ism mazidni qanday qiling? Bayon qiling. Rajulun, masjidun. Mujarradmi, mazidmi? O'lchimi qaysi? Buni yozasizlar. Xuddi misolda ko'rsatilgandek. Unda bo'lsa arkadaşlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.